Ertagim katta bo'lib ishlaydigan ertagim. Bir kun bo'rilar itni haydab atrofini qurshab olib, uni yemoqchi bo'ladi. It aytadiki, "Meni yemanglar" deydi. "Men sizlarga ov qilishni o'rgataman, qo'ylar qayerdaligini ko'rsataman" deydi. Keyin bo'rilar qaraydi, yeyishdan foyda yo'q. Uni to'dasiga qo'shib oladi. Qo'shib olgandan keyin ular 2 yil davomida ularga ov qilishni o'rgatadi, qo'ylar qayerda ekanligini ko'rsatadi, qo'ylarni boqishni o'rgatadi. Shundan keyin 1 yil qish qattiq keladi, shunda bo'rilar och qoladi, ovlar muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Sekin itni g'ajib tashlaydi. Itni yeb tashlagandan keyin suyaklari qoladi. Suyaklarni ko'mib tashlaylik deydi. Keyin qabr toshining ustiga nima deb yozamiz, kimdan deb yozamiz deydi. Ha, do'stlaringdan. Do'stlaringdan deb yozsak agar biz uni yeb tashladik-ku, qanday bo'ladi? Ha, dushmanlaringdan deb yozamiz. Dushmanlaringdan desak, 2 yil davomida biz hamma narsani o'rgatdi, o'qilishni o'rgatdi, yaxshilik qildi, bo'lmaydi. Hamkasblaringdan deb yozamiz deydi bittasi. O'sha uchun ba'zi bir hamkasblar do'stlar bu bir degan chiqarib yeyishga tayyor. Xulosa o'zingizdan.